Assalomu alaykum. Xitoydan yana bir parcha yukimizni obzorini boshlaymiz. Qizlarjonlar, mini narsalar haqida oldingi safar ham aytgandim. Oldingi safar kir mashina kelgandi. Bu safar mana pilsos keldi. Bu pilsoschadan уже ikkinchi marta kelishi. Hozir qanaqa tortishini sizlarjon qog'ozlarda maydalab tortib ko'rsataman. Judayam zo'r tortar ekan. Hamma tomonlama qulay. Mana aynar вообще dahshat tortishi. Qizlarjonlar, bu pilsozimizni bemalol zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Narxi ham judayam arzon. Keyingisi shunaqa yodoviy tayoqchalarimiz, xochiskaga o'xshaydi. Bir tomonini shunday sindirasiz. Ichidagi yod bir tomoniga quyiladi va bemalol hech qayeringizni kir qilmasdan mazza qilib yodni ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi shunaqa SPF. Qizlar, bu SPFning podelkasi ham bor. Ehtiyot bo'ling. Xitoyda o'zida ham rosa ko'p podelkalarni ko'rdim. Даже magazini bilan ham gaplashdim. Bizanda birga bir kopiya deb aytishdi. Men zakaz qilganim esa originali. Qizlar, keyingi idishchamizni qarang, qanaqa asal. Tova deysizmi, kastrul deysizmi, ichiga suv solib, manti qozonday qilib hamma narsani bemalol pishirib olsangiz bo'ladi. Qizlarjonlar, judayam yengil keldi. Karbusi вообще hech qancha chiqmadi. Keyingi narsamiz bu parashok. Qizlar, bu parashokni oldin judayam mukammal ketkazadi deb reklamalarga ishonib zakaz qildim. Proba qilib sizlarga aytaman, anaqa yaxshi yoki yomonligini. Qizlarjonlar, keyingisi shunaqa unitazlarimiz uchun одноразовый sellofanimiz. Ko'cha-ko'yga chiqqanimizda sumkamizga ikkitasini solib olsak, bemalol hojatxonalarga chirkanmasdan kirib chiqamiz.